Assalomu alaykum, Islomjon Uz kanali obunachilar hamda bizni muntazam kuzatib borayotgan akalar, ukalar, qo'yishqozlar, chorvayoshqozlar. Akalar, bugun hafta kuniga 29-aprel chorshanba 2026-yil. Biz video syomkamiz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i, ya'ni o'sha mashhur kanalimizda onda-sonda ko'rinadigan, lekin legendarniy qo'ylarni olib kelib sotadigan Davronbekda xonadonlariga yetib kelganmiz. Va alaykum assalom. Davronsiz aka. Nima gaplar? Ishlayapsizmi aka? Dronda ham to'g'ri bo'lmaydi aka sizni. Bizlar yuribsizda, xudoga shukr. Qo'yni zo'rini olib kelib qo'ysiz-ku. Kamera menga qarama. Videoni oxirigacha ko'ring obunachilar. Bugunga Arashan, Qo'chqor, Sovliq, bundaqa elita hisori qo'chqorlar tozalaridan kelgan. Go'zallar. Niyat qilgan havas qilganlar like bosib qo'yinglar, xudo xolasa qo'ylarda narxlarini yoramiz deymiz, aka. Arzon bo'ladi. Urug'likka Qo'chqor, Bo'g'as Sovliqlarda tozalaridan kelgan aka. Glavni tozasi, ha? Zo'ra. Glavni tozasi. Like bosganga narxini yo'lida qilib beraveradi. Birinchisiga hisori toza kashtan ekan-a? Kashtan, hisori Qo'chqor qo'shaman deganlarga. Qo'ydi qarang, jullari sho'tga. Yana bor. Jasurbek bunday bitta teskarisiga tarab qo'ychi mashidni. Mana. Bunday mashalloh akalar. Aka razrizlar. Dimbalar. Toza raketani tikkasidan ekan-a? Qo'yda kuchi yetmaydi aka bunlar. Gap yo'q, baquvvat aka. Qarang, qo'ydi baquvvat baliq. Mashalloh. Akalar haqiqiy legendarlarni zo'rlarni boqaman degan aka-ukalarimizni tavsiya etib. Yoshlari qanday Davronbek buni? Islom aka, bu ekitishdan endi 4 ga o'tyapti. Endi o'tyapti? Endi chiqaryapti. Mashalloh, mana gap yo'q. Xolosa bo'ylari 90 ga yaqin. Bo'ylari 90 ga yaqin. 90 Bitta tishini ko'rsatib qo'ying-chi. Tishini oching. Bo'ylari mana akalar, endi chiqaryapti ekan jonivor. Mana buni bitta olib qo'ying. Garbonasida. Akalar haqiqiy zo'rlar. Buni olingda. Mana. Sho'tka aka. Gap yo'q, mashalloh. Mana to'shni ham qaranglar akalar. Bundan tushgan bola xudo xolasa bu yorvaradi janob. Oyoq qo'lini qarang, baquvvat. Haqiqiy zo'r ekan boru Davronbek. Gap yo'q uka, mana endi zo'rlarni olib kelayotgan sizga rahmat. Xo'p, Davronbek, ko'p videoni cho'zmaymiz. Buni narxi qancha uka? Real. Aka, bo'ladigan qilib aytaveraymi? Bo'ladiganni. Bo'ladiganini ayting, aka. Baland emas aka. Endi biz ham bizga kelishiga qarab sotamiz-da. Shunday. Endi buni bizga mol emas, bu 1 million, 1,5 million qo'yda qiladigan. Xudo xolasa bizga azmos qo'yda qilsa sotiladi. Bu narsa endi biz ham yengil berib qo'ymaydi bu narsa. Nimaki, yaxshi narsa, yaxshi pul bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri. Qanday narxi? Narxini ayting buni. Hamma gap narxida. 15 million 500 ga dastavka qilib beraman. 15 million 500 ga. Vodiy bo'ylar. Vodiy bo'ylar. Alloh barakasini bersin. Men roziman. Telefon qilib sozma sayrini ham qilib berasiz. Chiroyli qilib o'tib beraman. Baraka akalar. Toza afg'on ishqibozlariga toza afg'onning gigantlari yetib keldi. 150 kilo, 140 kilo, 130 kilolik sovliqlarimiz nima deyapti akalar? Tozalarni, haqiqiy zo'rlarni, elitalarini boqaman degan aka-ukalarimiz. Mashalloh deb kommentariyaga yozib qo'yib, videoni ko'rishni davom etinglar. Mana buni qaranglar, enini akalar. Haqiqiy buqosini, zo'rini, gigantini. Mana bunaqa dumbalari tikkasini boqaman degan aka-ukalarimiz. Aloqaga chiqinglar, narxlarni yo'lida qilib beramiz. To'rtovi akalar, o'ta go'zal, o'ta yirik narsalar. Mashalloh, afg'onlarni qaranglar. Bolalar yonida ko'rinmay qolyapti akalar. Bo'ylari ham 95 plus minus sovliqlar. Haqiqiy gigantlari, bunaqa uzunliklari ham o'ta uzun, elitalarini, zo'rlarni boqaman degan aka-ukalarimiz. Ularimizni 4 ta afg'on bir joyga akalar, maza qilinglar. Narxi ham yo'lida xudo xolasa. Bunaqa 2,5 ming, 3 ming, 5 ming, 10 ming dollarlar yo'q akalar bizda. Hammasini bir joyga olganga 2 ming dollardan xayri bor akalar. Zo'rlarini olaman, go'zallarini olaman, maza qilib qo'yib olaman, boqaman, gigantini deb noyoblarni qidirib yurgan aka-ukalarimizga 2 ming dollardan xayri bor. Qo'chqorda ham toza Arashandan qo'shib bola oladigan joyda akalar. Qo'chqorga tayyor sovliqlarimiz. Xudo xolasa zo'rlarni boqaman degan aka-ukalarimizga maza qilib boqadigan joy akalar. Aloqaga chiqinglar. O'ta gigant, o'ta yirik narsalar. O dumbalarni ham ko'rasizlar, o'ta tikka mana. Hammasini yelini ko'rinyapti. Birorta dumbasi pasti yo'q, boshqasi yo'q akalar. Haqiqiy zo'rlari, superlari bizning kanalimizda. Narxi 2 ming dollardan hammasi bir joyga bo'lsa, ozgina xayrini qilib beramiz sunnatiga. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana shunaqa oq yuz mana kalla boshlarni ham qaranglar qo'yiladi. Haqiqiy brendiviylar. Murodjon nimaga? Bitta laykmi? Ana akalar zo'rlari bizda. Maza qilib aloqaga chiqib
qo'yni qo'shib bola oladigan joy. Afg'onlarning elitalari. Mashalloh. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Mana akalar, qora marjon. Qora marvarid so'raganmidlaring, toza arashamini Hisordan tushgan gibrid variantdan qo'chqor. Quloq, mana buni qaranglar. Quloq garbonos akalar. O'ta ideal, o'ta go'zal narsa. Simjun o'sha yaltirog'idan so'ragan aka-ukalarimizga. O'ta ko'pchilik mana shunaqa arashamini toza Hisordan tushgan qo'chqorni so'raganda gibrid variantdan, haqiqiy gigantidan mana akalar yetib keldi inshaalloh. Yoshlari ham qo'zichoq, bo'ylari 90+. Mana buni kallani qaranglar, formulani. Mashinaga bitta like urib qo'yasizlar. Mana tishlari akalar. Qo'zi, mashalloh, mana tushlari ham baqa chiqqan tushdan. Quloqlari joylashlari, quloq tashab turishlari akalar. Haqiqiy ideal zo'rini, superini, elitahini olaman degan aka-ukalarga tavsiya etib o'tamiz. Maza qilib qo'yib olinglar. Xo'p, hozir parametrlarni o'lchab o'tamiz akalar. Mana dumbani ham qaranglar. Toza o'sha tikka razrez dumbadan. Akalar, metrimiz ham xudo xolisa birdan boshlanib 10 ga o'tib, undan mana ag'ini o'zlaringiz uchun ko'rib olasizlar. Mana realni qo'l bilan turganda 90 akalar bo'y. 91, 90+ chiqyapti. Qo'zichoq akalar, mana kallani qaranglar. Kallani formulani qaranglar akalar. Haqiqiy super ideallar. Svetni ham ko'ryapsizlar. Toza simjun o'sha kashtan qo'chqorimiz. Kashtan aralash qoramtir. Qora marvarid zo'ridan elitasidan mana shunaqa gibrid katta yirik bo'lib ketganini olaman degan aka-ukalarimizga tavsiya etib o'tamiz. Narxini ham yo'lda qilib beriladi. Telefon qilsalaring inshaalloh chiroyli qilib narxlar bitirib beriladi. Akalar, telefon qilaveringlar inshaalloh bitadi. Mana ideya. Videoni boshlab o'tamiz. Narxi $1,500. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Maza qilib qo'yib olaman degan aka-ukalarimizga $1,500 akalar. Mashalloh, qo'chqorda qaranglar. Haqiqiy zo'ri, superi, elitasini boqaman deganlarga kastehlari, stoykalari akalar o'ta ideal, o'ta katta narsa. Hozir parametrlarni ham o'lchab o'tamiz. Yoshlari endi 2 tishdan 4 tishga o'tgan jonivorimiz. Quloqlari 22+. Stoykani qaranglar akalar. Mashalloh. Videoda uzoqdan olyapmiz mana. O to'shlarni qaranglar akalar. Gap yo'q. Mana buni qaranglar. Bo'ylarni ham sirrazi metrlaymiz. Inshaalloh mana. Mana bo'ylari ham akalar metr plus 1.2 taxmin shunday bo'lsa. Uzunligi 1.10 qo'chqorimiz uzunligini ham mana sirrazi qo'yib ketamiz. Mana ko'raveringlar, hash yelkasida mana. Metr yetmaydi. Uzunligi 1.10. Quloqlari 22+. Haqiqiy oldi grutkali katta gigant qo'chqordan boqaman degan aka-ukalarimizga. Quloqlari ham haqiqiy keng. Quloq qalinligini qarang. Shironasi o'ta katta aka. Tishini ham shuni ko'rsatibman. Mana tish 4 endi chiqqan jonivor. Akalar, kimga qiziq bo'lsa mazza qilib qo'yib olaman degan aka-ukalarimizga mana qaranglar. Haqiqiy qo'chqorning super elitasi. Mazza qilib qo'yib olaman degan aka-ukalarimizga zo'r. Metr plus 4 tish stoykalari o'ta dahshat. Dumba oshlarini ko'rsatmabmiz akalar, mana dumba oshlari ham. Haqiqiy razrezi bor, raketa, tikka dumbana. Belidan dumbasi tikka turadi jonivorimizda. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Narxi O'zbekiston bo'ylab $1,500. Maza qilib qo'yib olaman degan aka-ukalarimizga tavsiya etamiz. Haqiqiy qo'chqorni erkagidan qidirib yurganlarga shu video tashab qo'yasizlar. Kellani garbonosini ham qaranglar akalar. Mashalloh, super-yu. Erkalanadi mana. Bunisining uzunligini qarang. Haqiqiy zo'r aka. Gap yo'q. Bitta like urib qo'yasizlar akalar. Mana akalar, navbatdagi qo'chqorimiz. Haqiqiy gigantidan so'ragan aka-ukalarimiz. Bugungi videoda maza qilib tomosha qilinglar. Kilolari 150 kiloga yaqin. Haqiqiy qo'chqor, super gigant qo'chqorimiz. Yoshlari 6 tish, 4 tishdan endi 6 tishga o'tgan. Mashalloh, akalar, haqiqiy havas qilganlar, maza qilinglar. Mana buni qaranglar. Dumbani. Mana shunaqa dumba ko'pchilik ish qiladi. Akalar, xudo xolasa hozir buni ham parametrlarini o'lchab o'tamiz. Maza qilib qo'y qilinglar, qo'chqorga bitta like urib qo'yasizlar, xudo xolasa. Mana parametrlarini ko'ramiz akalar. Mana jonivorimiz. Metrimiz yerda, taxta metr bukilmaydi, sinmaydi, netmaydi akalar. Realni mana o'zlarim uchun ko'rib olasizlar. Metr plus, mashalloh akalar. Bo'yinni yo'g'onligini qaranglar, bo'yinda kalla garbonoslar. Oldi gurtkani qaranglar akalar. Juda katta ekan oldi gurtkalari ham buni qaranglar. Haqiqiy oldi to'sh katta Tysondan boqaman degan aka-ukalarimizga. Bo'ylari metr plus uzunligi akalar
Buni ham 1 o'nga yaqin zo'rlagan. O'ta katta yirigidan, gigantidan boqaman degan aka-ukalarimizga narxi akalar buni ham 1,5 ming dollar ozgina xayrini qilib beramiz. Ammo uzoq joylarga 1,5 mingga dastavkasini qilib beramiz xolos akalar. Kimga qiziq bo'lsa aloqachi qo'rasizlar. Maza qilib qo'yib olaman degan aka-ukalarga shu video jo'natib qo'yasizlar. Narxi akalar 1,5 ming dollar. Bemalol aloqachi qilinglar. Qo'chqorda ishlashiga, qo'yga qarashiga, yeb itishiga, boshqa hammasiga обязательный garantiya beramiz akalar. Maza qilib qo'y qilinglar.